Tishim sindi. Ana bo'lmasam, erim menga romantika qilaman deb ko'chaga olib chiqqan edilar. Nafsim qursin, dasturxondagi yig'i, stoldagi hamma narsani paqqos tushirib o'tirdim. Xo'jayinim yopib qoldilar. Qatga ketdilar desam, menga shirinlik olib kelibdilar. Mazza qilib yeb o'tirsam, cho'ta nimanidir kutib o'tirgandek xitri qarash qildilar-da. Tishing sindimi? Boshqa narsa chiqmadimi? Mana Voy xotin romantikani ham botlading boru. Tur ketdi, yiroqqa bo'l keyin. ana ketdik. Shunaqa qilib meni aldab-suldab stomatologiga olib kelibdilar. Yana nimamish kiring aybdormanmish-da. Sinfdosh. Doktor Sharofiddinov. Yetti yillik tajribaga ega doktor. Implantatsiya, eyeliner, briket, tish licheniyasi, chistka, xullas tish bilan bog'liq bo'lgan